Ho'p, assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugungi darsimizda sizlar bilan JavaScriptda ma'lumot turlari bilan tanishib olamiz. Xo'p, keling. Birinchi ma'lumot turimiz bu number. Ikkita misol berilgan, number 1 va number 2, 10 va 5. Xo'p, istalgan ko'rinishdagi raqam bo'lishi mumkin. 5,3 bo'lishi mumkin yoki 0,05 bo'lishi ham mumkin. Xullas, mana shunaqa ko'rinishdagi raqamlar barchasi number tipiga kiradi. Manfiy son bo'lishi ham mumkin. Hop, buni yozib qo'yaylik. Bu tip number tipi hisoblanadi. Sizlar bilan o'tgan darslarda bir ikkita amallar bajardik. Demak, bu type number type'iga kirar ekan. Endi ikkinchi type'imiz bu string. String ko'rishingiz mumkin. Qo'sh tirnoq ichiga yozilyapti. Farqi yo'q. Bir tirnoq ichida yozilishi ham mumkin. Mana bunday qilib. Xo'p, yokida boshqacha ko'rinishlari ham bor. Misol uchun bektik orqali yozilishi ham bo'ladi. Bunday qilib yozsa ham bo'ladi. Xullas, bu ham string ma'lumot turi hisoblanadi. Xo'p, undan keyin endi sizlar bilan boolean turiga o'tamiz, ya'ni mantiqiy operator desam bo'ladi. Mantiqiy ifoda true false. True rost degani, false yolg'on. O'tgan darsda ko'rdik, misol uchun 10 5 dan katta bo'lsa bu mantiqan to'g'ri, demak bu true qaytaradi. Misol uchun endi 10 kichkina 5 dan degan ifoda esa bu mantiqan yolg'on, demak bu false ifoda qaytaradi. Demak, bu true va false data tiplarimiz booleanga kirar ekan. Xo'p, endi bu yerda ko'rishingiz mumkin undefined va null degan data tiplarini ko'rishingiz mumkin. Undefined aniqlanmagan degani, ya'ni topilmagan. Null esa umuman mavjud emas, ya'ni yo'q narsa, yo'qlik desa ham bo'ladi. Agar buni matematik jihatdan nolga tenglashtirsak bo'ladi, ya'ni nol. Nomi bor, o'zi yo'q. Qiymati yo'q. Xo'p, endi undefined yana chuqurroq tushuntiradigan bo'lsam, undefined agar o'zgaruvchi misolda ko'radigan bo'lsak, u e'lon qilingan, ammo buni qiymati noma'lum. O'zgaruvchi bor, lekin qiymati noma'lum. Mana shu undefined. Nol esa umuman hech narsa yo'q. Buni ikkita korobkani tasavvur qilinglar. Biri undefined, biri null. Tasavvur qiling, ikkita korobka bor. Birini ichida nimadir bor, lekin nimaligi noma'lum. Ikkinchisini ichida esa hech narsa yo'q. Demak, undefined birinchi o'sha korobkaga teng bo'ladi. Ichida nimadir bor, lekin nimaligi noma'lum. Null esa ichida hech narsa yo'q. Mana shu misol ikkalasini farqini ko'rsatib beradi. Xo'p, yana ko'ramiz, yana xudo xolasa, vaqt yetsa. Xo'p, JavaScriptda data tiplar ikki xil ko'rinishga bo'linadi: primitiv va kompleks, ya'ni reference yoki reference deydi bir xilda. Reference turga bo'linadi. Xo'p, hozir mana bu ko'rib o'tganimiz barchasi primitiv turdagilar desa ham bo'ladi. Keling, bu yerdan type of degan metodimizni ishlatamiz. Bu type of nima qilib beradi? Type ofdan keyin kelgan o'zgaruvchini qaysi data tipida ekanligini ko'rsatib beradi. Misol uchun, nomer 1 bizda numberga teng ekan. str1 esa mana bu hello stringga teng bo'lyapti. Boolean 1, ya'ni true, bu esa booleanga teng bo'lyapti. Type of int, ya'ni mana bu undefinedga teng bo'lyapti. Type of null esa null. Object. Null is an object in JavaScript. Xo'p, aytishyaptiki, null ham object deyapti. O'zi barcha data tiplar object sirasiga kiradi. Xo'p, bu yerda esa type of not a number degan narsa ham bor. Ya'ni raqam bo'lmagan narsa not a number deyiladi. Misol uchun, yuzni hello degan
stringga bo'lsangiz yo ko'paytirsangiz uni iloji yo'q. Hech qanaqa raqam bo'lmaydi bu. Demak, mana shundan qaytgan narsa nota number bo'ladi. Xo'p, buni yana ko'rib o'tamiz. Reference data tiplariga nimalar kiradi? Reference data tiplariga arraylar kiradi. Mana bu array hisoblanadi. Lekin buni ham uzr, array. Lekin bu ham obyekt sifatida qabul qilinaveradi. Tip misolida. Hop, ana endi obyekt, ikkinchisi obyekt, haqiqiy obyekt. Bular murakkab, ichiga xohlagan data tipini kiritishi mumkin. Ichida string ham bo'lishi mumkin, raqam ham bo'lishi mumkin va hokazo. Xo'p, bular ham murakkab, kompleks data tiplariga kiradi. Ko'rishingiz mumkin, barchasi obyekt bo'lib ko'rinib turibdi. Xo'p, arifmetik amallar kerak emas bizga. Assignment ham kerak emas. Xo'p, demak, mana shular ekan bizda data tiplar. Biz ko'pincha primitivdan foydalanamiz yaqin kelayotgan darslarda. Keyinchalik esa mana bu kompleks data tiplaridan ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu ikkalasini farqi nima desanglar, nima uchun biri primitiv, biri nima uchun biri misol uchun reference data tiplariga bo'linadi? Farqi nima deyishlar mumkin? Reference data tiplari primitivdan farqli o'laroq xotirada to'g'ridan to'g'ri xotira maydonida saqlanadi. Primitiv esa shunchaki nima desam bo'ladi? Primitivga shunchaki misol uchun a teng 10 degan tenglikni berasiz, u bo'ldi, u o'sha 10 ga teng bo'ladi va uni keyinchalik o'zgartirishingiz mumkin. Ammo referensda esa nimagadir uni tenglab qo'yasiz. Misol uchun array 1 mana bunga teng bo'ldimi? Bo'ldi. Xotirada u mana shunga teng, mana shunda joy ochilgan. Va uni keyinchalik array 1da nimagadir tenglab qo'ya olmaysiz. Chunki bu o'sha xotirada bunga bog'lanib qo'yilgan. Bu haqida yana keyingi darslarimizda bilib olasiz. Ko'proq tushunchalar hosil bo'lgandan keyin uni tushunishingiz ham osonroq bo'ladi. Xo'p, qisqacha mana shu. Bunaqa qiyin narsa emas data tiplar. Bular orqali endi ko'proq misollar, ko'proq praktikalar qilishimiz kerak.